Qurbonlik ahkomlari. Alloh yo'lida qurbonlik qilish qo'y, echki, mol va tuya kabi hayvonlardan birortasini so'yish orqali amalga oshiriladi. Qurbonlik qilish uchun tanlangan qo'yning 1 yoshga to'lgan bo'lishi shart. Buni arab tilida jaz'a deydi. Qo'y sovliq yoki qo'chqor bo'lishi ham mumkin. Qo'chqor bo'lishi afzal sanaladi. Ma'lumki, qo'y 6 oyda 1 yoshga to'ladi. Shuning uchun uni 6 oyda 1 yosh deb e'tiborga olinadi. Qo'ydan boshqasi echki, sigir, buqa va tuyalarga kelsak, ularning qurbonlikka yaroqli bo'lishi uchun saniy bo'lishi shart qilingan. Saniy mazkur hayvonlarning yoshini belgilaydigan me'yor bo'lib, u echkining to'liq 1 yoshga kirib, 2 ga qarab ketganidir. Sigir va buqalarda esa 2 yoshga to'lib 3 ga o'tgani. Tuyada to'liq 4 yoshga kirib 5-yilga o'tgani saniy bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bunday deganlar: "So'ysangiz faqat musinnani so'yinglar. Agar bu sizlarga og'irlik qilsa, unda qo'ydan jaz'a so'yinglar." Muslim rivoyati. Hadisni sharh qilgan olimlar musinna deganda chorva hayvonlarining saniysi tushuniladi, deydilar. Saniyning nima ekanligini esa yuqorida aytdik. Qo'y echkini faqat 1 kishi qurbonlik qiladi. Tuya va molni 7 kishi sherik bo'lib qurbonlik qilishi mumkin. 7 kishidan oshmaslik sharti bilan sheriklikning toq yoki juft bo'lishlarining aslo farqi yo'q. Xo'roz, tovuq, kurka va g'oz kabi uy parrandalari hamda go'shti yeyiladigan yovvoyi hayvonlar qurbonlik niyati bilan so'yilishi mumkin emas.